Assalomu alaykum hurmatli do'stlar, hurmatli podpischilarimiz. Nexia 3 avtomat so'rashgan edi. Marhamat, Nexia 3 avtomatimiz. Yili 2018 ga 19, kraskalari radnoy, balon holatlari o'rta. Hurmatli podpischilar, salon qismi neobichniy salonda, sariq salon. Bunaqasi kamdan kam chiqqan hurmatli podpischilar. Yili 18 ga 19 e'tibor berasizlar. Moshinchamiz 62 ming yurgan. Marhamat, salon qismidan juda ham idealli turibdi. Bu mashinamiz faqat 17 gacha berilgan, 18-19 kamdan kam chiqqan hurmatli podpischilar. Mashinada 4-avlod metan gaz bilan jihozlangan. Mashinaning orqa holati juda ham yaxshi holatda turibdi. Marhamat. Bu mashinamizga hurmatli do'stlar 8900 AQSh dollar so'rayapmiz. Yana kelishtirib beramiz. Avto kredit ham bo'ladi. Avto kreditga ma'lumot olmoqchi bo'lsangiz, pastdagi raqamlarga telefon qilsangiz, Telegramimiz bor. Telegramga bemalol yozsangiz, biz sizga ma'lumot beramiz hurmatli podpischilar. Bizga obuna bo'lishni va like bosishni unutmang. Marhamat hurmatli podpischilar, Nexia 3 mexanika so'raganlarga, Nexia 3imiz 2019-yil, kraskalari radnoy, balonlari yangi optira qo'yilgan. Hurmatli podpischilar, bu mashinchamiz 40 ming probegda. Marhamat, ko'rishingiz mumkin. Salon qismlari ham ideal holatda. Mashinamiz tabletga propan gazlari bor. Marhamat, orqalaridan mashincha ideal holatda turibdi hurmatli podpischilar. Bu mashinamizga 8 ming dollar so'rayapmiz. Avto kredit ham bo'ladi. Avto kreditga so'raganlar bo'lsa, pastdagi raqamlarda Telegram, WhatsAppimiz bor. Bemalol murojaat qilsangiz, sizga to'liq ma'lumot beramiz. Hammaga rahmat. Like bosishni, podpiska bosishni unutmang.